Tuğanlar assalomu alaykum. Amansizlarmi? Bizden Baykeji kanalının görüşülері. Bugün daha buyursa bir öte son video çıgat. Adres şu Manas şahrındabız. Şu Martin akabız şu arabalarda şu Tornado brand dep çöp qırqa turgan universal hidravlikalardan buyursa hazır bir chetten ma'lumatты alabız, qanda jasap atat. Nege şu jasap atkan yerinden bugün buyursa Sonra video tartып чыгарат. Birden like деп басыңыздар, бизге катталыңыздар. Жакшы ой пикир калтырып достор менен бөлүшүп деген. Эгер ким ушундай жакшы дравилка издеп жүргөн болсо, ушул Tornado бренд деген дравилка сиздерге сунуштайбыз. Маржан ака, Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Кандайсыз? Charchamayapsizlarmi? Жакшы жүрөсүзбү? Rahmat. Ден соолугуңуздар. Aka, Кандайсыз? yaxshimisiz? Жакшы шүгүр өзүңүз. Yaxshi bo'ldimi? Иштебатасыздарбы? Rahmat. Машалла. Жаңылык кылып коюпсуздар го? Arabalar endi so'rashyapti-da. Aha. Shu arabalar baquvvat, domda ishlayotganlar, ishlayotganlar, qurilishda ishlayotganlar so'rayapti. Ova. Yengil qilib, konteynerdan qilib, soplarni ham konteyner qilib, baquvvat. Bari konteynerden. Ha, konteynerdan ham yo'q. Bular ham, balonlari ham baquvvat. Unda qalın ekan alis. Ha, qalin. Balonlar da qalın deme yaxshi ekan. Shuni sindirib olib kelsa aka. Sindirib, sinib qolsa, bitta aravacha qo'shib beraveramiz. Ha, qo'shib berasiz. Ha, mana shu sopi sinib ketadigan bo'lsa, bu araba 300 kilo, 400 kilo ham ko'taraveradi. Eğer kim ishlatib atib, eğer sinib ketgan bo'lsa, kelsangizlar bitta araban bekor beretgan. Mana sop sinib ketsa, sop sinib ketgan bo'lsa, mana shu yerdan. Ana Volgarkamdan kelib olib qo'yingizlar. Anan bularning emas qanday bo'ladi? Bog'larni aytib qo'yamiz boshida hali. Ha, Jadal aka buni mashqobda balon bilan, cho'ng balon bilan 5000 so'm. 5000 so'm shu tayyor. Tayyor. Kraska bo'lmaydi. Men u shu bo'ydanda, Svarka bo'lgan joylarni kraska qilib qo'yamiz. Hozir kraska qilganimiz yo'q, qilib qo'yamiz. Mana u. Ha, bu ham shunday aka, bir xil hozir ikkosi. Bir ekan ha? Ha, agar kichikroq balon qo'yib bersa, 4,5 ming so'm bo'lib qoladi. 4,5 ming. Aha. İstiyorlarımız şu aka, mana mashta ishlab chiqaramiz aka. Uşul yerde uşul Tornado brend bardığın uşul yerde keskenini kesip suvarkalar bunaka. Yangilikdan qilamiz aka barini. Ko'ringizlarchi, o'ta sonun buyursa. Mana shunday. Bular bayağı chip solgan nimalar ekan mana. Ha. Bu joqqa o'taylik ha. Xudo xolasa mana endi mana shu dravlikalarimizni xudo xolasa ishlatib, bu paketni ne o'rab qo'ydingiz ham so'zingiz bu bilan? paketda bu changimasligi uchun. Ha, to'g'ri. Burada chang ketadilar. Ha. Biz ham buga chayin bir 4-5 yil kelib tartdik. Buni chang ketadilar. Hozir ham yaxshi bo'lib turibdi paket. Hozir zo'r. Bismillah. Bismillah. Aha. Bittasida cho'p-cho'pga bor, bittasida yo'q. Narigi molbob, bu qo'ybob. Hozir chiqarib. Qo'ybob, molbob. Ha. Hozir chiqarib ko'rsatib beraman. Yaxshi endi tang aytdi. Bedep. Bu saman. Bunisi uyularga biraz iyirak alın naksı. Bu özünü hadi benim makafaya. Ne bu? Yaxshi namlar chang oy.
Chang aytgan yaxshi bo'layotgan-a? Changimaydi aka. Buni videoda shunday qilsa bo'ladimi? Ha? Videoda? Ha, uyda ham qilsa bo'ladi. No qading derlebek ne paket ema, kulenka. Mana bu mol bop aka. Ha. Aralash, somon, Aralash. qoya, Makapaya, bede, saman, hammasi. mollarga, uylarga. Buna bo'lsa, qo'y bop. O'ta mayda. Bu aka mana. Mana, voy. Makka, beda, somon aralash. Shakarob. Shakar pulda. Shu endi aka dravilkalarimiz. Mana yengil pichoq, ashanisini ham ko'rib keting aka. Bu bayağı 5 kilogramdiq, ha? 5 kilo, bu ham 5 kilo aka. Ha, bu da 5 kilogramdiq. Ha, bo'lsa. Ha. Ko'ring, 5 kilolik. 5 kilogramdiq. Biraz yengil bular, ha? Yengil pichoq. Barida yengil pichoq. Mana uni aka Makka 500 setkada. Makka ko'rsatib beraman aka. Bu 2 setkada, bu 500 setkada aka. Ha, onun ayırması biraz nav yeriroq, nav mayda. Ha. Aha. Hozir mana shuni chiqarishini ko'rsatib beraman. Bismillah. Bismillah. Amon naqsa. Katta. Bismillah. Mana. Bu maydaroq tartab. Ha, bu maydaroq. Maydaroq, o. Aka kichakani oldini olib qo'yadi. Ha, Jalal aka. Mana. Ular qo'ylarga olganda, hisobi. Qo'ylarga. Mayin. Bu molga sep bersiz bo'laveradi. O, narxi mollarga, buni qo'ylarga. Setkasini ham ko'rsatib bering 5 lik. Bu pichoq 5 lik. Bunaqa 2 lik dedingiz-a buni? Ha, bu 2 lik. 3 likmi? 2. Ha, 2 lik, ha? 2 lik. Ha, 2 lik bo'ldi, o'ta mayda. O'ng bo'lib qotgan. Makkani mashq holatda qilib beradi. Tegermenga borib vora bo'lishi kerak yo'q ekan. Mana. Tayyor. Xudo xolasa. Nimalarda mana shunda? Bular bu mana shu setga chiqarganimiz donniki, bu cho'pniki. Mana yirik makanika, mana общелер, mana unduq, mana ola. Ha. Mana ol mollarga qo'ygu. Qo'yga bu. Qo'ygu. Qo'yga. Molga ham chiqarib bersa bo'laveradi. Mana unda aka mardaya topolmadim, Makkani mardaya bilan. Shundan chiqarsa ham bo'ladi, Ha, mardagami chiqarsa bo'ladi bundan. O'sha navi holatda Yaxshi qilib beradi. da. Keyin aka bu pichoqlari, bu 10 kilolik pichog'imiz. 10 kilogramdiq. Bunisi 5 kilolik. 5 kilogramdiq, ha? Aka, mana endi maytda mana to'xtagan bo'lsa, hozir mana shuni oching. Necha kilolik pichoqda chiqarding? Ishlar mumkin-da mana. Ha, 5 kilogramda. Yengil pichoq mana ol. Naka 5 kilogramdiq. Yengil pichoqda. Naka yengil ekan. Oson, mana bu ключовli. Avtomati bor, mayda to'k ko'rsatib berib turadi. To'kka qarab ishlab ha. Hozir bugun уже başladı to'xtaylar biraz yaxshi bo'lib qoldi-ku deymi. Bu 5 kilolik pichoqda aka, to'k past joylarga beramiz. Ha. Bunisini to'k yaxshi joylarga beramiz. Buna ol 220 ga cheyinkilar ekan desa, va? Ha, bu ham 200 dan tepa bo'lsa, bunda 200 dan jo'g'ri bo'lsa, ishlatsa bo'laveradi. Jez motor bilan. Bu 10 kilogramdiq, bu 5 kilogramdiq. Var ele bir ele dravilka o'zi, ha? Bitta dravilka bor aka. Bir dravilka o'shanda 4 charatga mana ol makanning bul, makka, buğday, un, arpa bar charat bular. Ha, barini chiqaradi. 4 ga bo'latkazin aka. Shunday olib turib. Yeme bularning bosi qanday olib qoldi? Bahosi aka, bu alyumin motorlimiz mana. Alyumin motor ushul turishi qancha shul? Bu 18 ming so'm. 18 ming 5 kilogramdiq pichog'i bilan, ha? Ha. Aha. Bu 18 ming dedingizmi? Ha, dastakasi bilan. Alyumin motor bilan. Alyumin motor. Bunaqacha bu jez ekan, ha? Ha, bu jez 21 ming so'm. Bulda 5 kilogram motor mı emas menen? Ha. Taş menen.
toshi bilan. Uşul 10 bo'lib qolsa-chi? 10 bo'lib qolsa 25 ming bo'ladi. 25 ming so'm. Qirg'iziston bo'yicha rayonlarga dastlabki bekor, ha? Bekor. Do'ngala qo'yib ber, deydiganlarga qo'yib beraveramiz. Uni ostidan do'ngaloq qo'yib turib, 5 so'm, 1000 so'm qo'shib. O'shanda 18 mingdan 25 ming so'mga kelgan, ha? Voh. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqishaveradi. Dastlabki qilib beramiz, zakaz berilsa, bir jumada yetkazib beramiz. Bir jumada. Voditellardan olib, qo'llariga. Drabilgani qo'lga olgandan keyin aqchasini voditelga berishaveradi aka. Oldindan pul olmaymiz. Hech qanday jalb yo'q ellardan. Xudo xolasa yo'q aka. Sizlarga ne 1 yilday bo'lib qoldi? 1 yil 2 oy bo'ldi, xudo xolasa. 1 yil 2 oy bo'ldi. Biz shu yanimizga 4-5 yil kelib tortdik. Yaxshi. Navaralardagi bizlar. Mal o'zingiz makapayan prestap bo'lgan ekan. Mana 5 ming dedingizmi? Ha, bu 5000 so'm. 5 ming so'mdan arava. Shetda bu bo'lish shetdagi narx aka. Agar biz drabilka bilan qo'shib olishadigan bo'lsa, aka buni qo'shib beradigan bo'lsa, bunga aka o'sha voditel bilan gaplashamiz aka. Jo'grasini beradi. Jo'grasini ozgina. Shular berishayotgan nima o'zlari qarab, ha? Bunda yaxshi qalin listan ekanda. Konteynerdan. Konteynerdan o'zi qalin ekan. Hozirqilari listalar ko'p, shular listandan. Onda o'shanda video jiyintiqdaysizmi, Marjon aka? Nima deysiz? Videoda jiyintiqdayli-ku? Aha. Nasvonar. Bo'lsa ham qarab chalaverasizlar. Agar yaqin yerda olsangizlar, o'zingizlar kelib, ishlatib, shashmay. Kelib olib ketishadigan bo'lsa. Kelsanlar bo'ladi, ha. Kelib olib ketishadigan bo'lsa, uzoqdan keladiganlar ham bor-da. Bishkekdan kelayotganlar bor. Mana Kurgovga olib beramiz. Mana Rossiyadan ham telefon qilib olib ketishyapti. Aka kelib olib ketsa, bizning pulini o'tib beramiz, yo'l kirani pulini o'tib beramiz. Ha, kelib ketishgan jo'gras berayotgan sizlardan, sizlar, ha, o'tib berayotgandan, ha. O'tib beramiz. Misol bosidan, ha. 21 ming deganmiz, 20 ming qilib beramiz. Bo'ldi. Tushundikku. Yaxshi, Alloh razı olsun. Ishingizga egilik. Rahmat. Har doim mail xizmatida ishlaveringlar. Rahmat aka. Tez sog' bo'linglar. Mana shu tuganlar videoda jintdan Alloh razı olsun baringlardan.